Muhimchilar, sizlar bilan Zonik kadrida bo'lmoqda. Bugun biz mini Bloxman Chair Pro'ni o'ynaymiz. Nima qilasiz desangiz, biz kuchlar serverini yaratamiz. Kamchiligi bilsa kerak yoki ko'pchilik bo'lsa kerak. Ha, ba'zilar bizga so'rayapti. Meni Telegram kanalimga havolani ko'pchilik so'radi. Va men buni shortslarimdan qarasangiz, shortslarimga joylaganman. Birinchi qatorda havolasi turibdi. Agar reklama bo'lsa, mendan xafa bo'lmanglar. Chunki buni men boshqarmayman. Hamma YouTuberlardagi muammo reklama bo'lyapti har bir kanallarda. Menda ham shu muammo bo'lmoqda. O'tib, kimga ayting desangiz, ukam bor yonimda. Ko'ryapti. Uka tanishib bu tushlar olami. Mana yerda obunachilar bilmaydigan narsa bor. Ozodlik haykali, Toj Mahal, Zumradli piramida va anida telefon bor. O'zim yetganimda qurdim telefonni. Hozir biz endi nima quramiz desanglar, biz Roblox quramiz. Ha, Roblox bunaqa o'yinchi ko'rinishini emas, Roblox deb yozamiz ya'ni keyin. Hozir menga qop-qora blok kerak. Masalan, atiydi. Juda ideal blok. Endi menga anu kerak. Mana. Hozir bo'lsa bir donagina. Qani qo'yamiz va 3 ta olmos blok tepaga qo'yamiz. Nima qo'yilmayapti blok? Endi qo'yildi. Endi esa qurishni boshlaymiz. Mana yerga bitta qo'yamiz. Bitta qo'yamiz. Ikkita. Bollarni qurib qo'yganimdan keyin mana bolalar asosini ham qurib oldim. Ko'rinishini qurib oldim. Roblox ko'rinishini. Endi buni oq bilan ya'ni qaysi oq blok, masalan, temir bilan biz yopib chiqaman. Men bu safar ko'rsataman hamma joylarni. Men uncha yaxshi emas. Mana narsa yaxshiroq. O, yaxshi ekan, anchagina. Ha, bolalar. Menga ancha soat ketadi deyman. Lekin har xil chiroyli blok. Nima bo'lsa bo'lar, quramiz, ketdi. Let's go. Qurmasak nima qilamiz? Soat ko'rdim. Bolalar, yana aytib qo'yaveraman. Meni mana shu Minecraft'imni men Telegram kanalimga joylaganman. Mana Telegram kanalim. Xohlasanglar mana skanner kod. Xohlasanglar mana skanner qilib olinglar. Topasizlar. Bu yerda men Bloxman, mana uni Minecraft. Yana bitta video chiqarganman. O'sha videoda qayta Minecraft ishlatib olishni o'rgatganman. Shuning uchun qani o'ynab ko'ringlar. Bolalar o'ynab ko'ringlar. Zo'r Minecraft. Men koinotga uchib ketaman. Azrashyapman. Koinotga uchib nima qilaman? Tong otib qo'yibman. Ko'p kunduz qilib. Mana bu. Qurishda davom ettiramiz. Bam guli bam. Hozir boltacha boltacha deb nimani aytmoqchiligimni tushunmaganlar bo'lsa aytib qo'yaveraman. Hozir ovoling. Sehrlangan boltacha bittada bunaqa o'q joylab bittada qo'ymoqchi bo'laman. Lekin men sizlarga ko'rsatish uchun unaqa qilmayman.
ishlar men qanday qiynalayotganimni ko'ringlar. Juda qiyin bu ishlar. Lekin sizlar uchun. Mening kanalimda faqat 23 tagina obunachim bor. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunday sifatli videolar chiqishi uchun. Qayerdadir qo'ymaganman deb his qilayotganimda. Sindirib ol. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mendagi bunchalik ham obunachini ko'tara olmayman. Hech bo'lmasa 100 tacha obunachiman men. Hech bo'lmasa 100 tacha obunachi qilib. Masalan, men hali 30 ta obunachi bo'lmasdan turib bu Minecraft tortishni ko'rsatdim. Yo, endi bu bo'lmaydigan narsa-da. Obunachilar. Sizlar uchun qanday yaxshiliklar qilsam, sizlar obuna ham bo'lmaysizlar. Menga debdi. Mayli. Mana qurib ham bo'ldik. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, mayli. Like ham bosib qo'yinglar.